O'zbekistonda tug'ilib, keyinchalik Koreya fuqaroligini olgan bir erkak Inchonda bir ayol tomonidan haqorat va irqchilikka uchraganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, hodisa kecha tushdan keyin Inchondagi Yonsugu hududidagi mehmonxona yaqinidagi tor ko'chada sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi erkak mashinasini vaqtincha to'xtash taqiqlangan belgisi bo'lmagan joyga qo'ygan va taxminan 1-2 soatdan keyin qaytib kelib, mashinasini haydab chiqmoqchi bo'lgan paytda bir ayol kelib haydovchi eshigini ochgan va unga nisbatan haqoratli so'zlarni ayta boshlagan. 남의 집에 왜 맨날 차를 대는 거야? 왜 남의 집에 맨날 차를 대는 거야? 도로가 당신 집이야? Jabrlanuvchining aytishicha, ayol irqchilik mazmundagi gaplarni aytib 20 daqiqadan ortiq vaqt davomida haqorat qilishda davom etgan. Politsiya voqea joyiga kelgandan keyin ham ayol baqirishda davom etgan. Shuningdek, u go'yoki murojaat qilishning oldini olish uchun jabrlanuvchining telefonini tortib olishga uringan va telefonini shikastlagan. Bundan tashqari, voqea joyiga kelgan politsiyachilarga ham tajovuzkor harakat qilgani aytilmoqda. Kross barcha turdagi kamsitish va irqchilikka qat'iyan qarshi chiqadi. Bizning xizmatimizdan millati yoki bizak holatidan qat'iy nazar har kim foydalanishi mumkin. Faqat pasport orqali ham oson va qulay ro'yxatdan o'tish mumkin. Hoziroq ilovani yuklab olib, profilingizdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib pul o'tkazib ko'ring.